sizlar bilan o'sha Davlat Ilhomov kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan o'sha taxmin qilganingizdek DS25 ning 8 ta top kamchiliklari ekranga yaqinroq joylashib oling va kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki siz hozir DS to'g'rilamagan kamchiliklarni ko'rasiz. Xo'sh, unda boshladik. Bu safargi videomiz boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni biz bir dona o'yin ichida sizga har xil grafikalarni tushuntirib beramiz, xatolarni tushuntirib beramiz. Buni xato desak ham bo'ladimi, bir narsa nima desak bo'ladi? DLSdagi eng yoqmaydigan tarafi bu, mana bu joy naqadar charchab qolish statistikasi. Buni xato desak, bu xato demaymiz. Xo'sh, o'yinni boshladik. Mana qaranglar. Hozir birinchi xatolik bu mana grafikada. DS25 deb yozib qo'ygan, lekin grafika va o'yinchilarning yuzi DS22 ga o'xshaydi. Bu o'yinda fizikaga shunchaki tupurishgan, chunki kapta futbolchiga tegadi, lekin u hech qachon olmaqangi bo'lib qolmaydi. Kapta ham faqat tekis uchadi, aylanishlar yo'q. Bu o'zi katta minuslardan biri. Ikkinchi minus bo'lyapti. Uchinchi minus esa o'yin realistik emas. O'yin qanaqadir yoqimsiz. Mana qaranglar, pasdan faqat tekis boradi. Keyin eng yoqmaydigan tarafi bu har doim botlarni qo'yib qo'yadi. Bu botlar esa o'ynash bilmaydi hech qaysi o'yinda, hech qaysi matchda. Bu juda ham zerikarli qilib qo'yadi o'yinni. To'g'risi, iltimos sendan shu xatolarni to'g'rila. Chunki bu xatolar bilan sen hech qachon unaqa bo'la olmaysan. Top darajaga chiqa olmaysan. Masalan, FIFA Mobile telefonlarga qachon chiqqan? Yaqinda 16-yillar boshlarida chiqqan. Lekin bu 2014-yildan beri bor bo'lgan o'yin. Boshida chiqqanda bu vashcha FIFAni ham damini berib qo'ygan, lekin hozir shunchaki zerikarli o'yin bo'lib qolgan, chunki yangi sezonlar bor, yangi paklar bor, faqat bitta dona grafika, o'yinchilarning bir dona kartochka. Bu qanaqangi o'yin bu? Ozgina sal hech bo'lmasa fizikani qo'shib qo'yishsin. Fizika qonunlarini ko'ryapsizlarmi? Har doim botlar 3 xil qo'shilgan narsa bo'yicha o'ynaydi. Yana katta minuslardan tarafi o'yin qanaqadir grafikasi xunukroq, ya'ni eski. Stadionni ko'rdingizmi? Bu stadionni ham o'zi yangi qo'shgan, lekin u stadion ham ko'nglimni to'ldirmadi. Shuning uchun sotib olib ham o'tirmadim. Chunki musor ko'ryapsizlar, har doim bir xil nishonlash, xursandlik bor. Hammasi shunchaki rasm qilib qo'yilgan. Bu DLSda menga eng yoqmaydigan katta minuslardan biri. Xo'sh, yana bitta minuslardan biri bu knopkalar vashsiy sekin ishlashi. Hech e'tibor bergansiz, ko'ryapsizlarmi? Himoyalanishda ham hattoki knopkalar sekinroq ishlaydi. Pin borda, pin. Bularni miyasida ultraga o'xshagan pini bor. Oyog'ida. Bir sekund o'ylaydi. Tepsammikan, tepmasammikan. Bu uni haqiqiy musor o'yinga aylantiradi. Yana bir minus taraflardan biri bu uning mana shunday reklamalari. Bunday reklamalar shunaqangi yoqimsiz. Har bitta anaqa priz olish uchun ham reklama ko'rish kerak. O'yinga kirish uchun ham reklama ko'rish kerak. Biror bitta tank yig'ish uchun ham reklama ko'rish kerak. Qanaqangi o'yin bu? Yana eng yoqmaydigan tarafi bu o'yinchilar faqat tekis tepishi. Buni o'zi 3-marta aytyapman. Ko'ryapsizlarmi? O'yinchilar basharasi ham realistik emas-da. Qaranglar, kiyimi, logo har yili bir xil. Forma har yili bir xil. Ya'ni o'zicha shunchaki nomini o'zgartirib qo'yishadi ular. Shunchaki o'yinning nomini o'zgartirib qo'yishadi, ya'ni bir yilga DS24, DS25 qilib o'zgartirishadi nomini. Boshqa hech qanday yangiliklar yo'q. Yana eng yomon tarafi bu klassik playerlar qo'shilsa ham yaxshi playerlar qo'shilmaydi. Buni ham hozir o'yindan keyin aytib beraman. O'yindagi kamchiliklarni hammasini aytdim. O'yin
tugagandan keyin ko'rishamiz. Mana eng yoqmaydigan tarafi bu futbolchilarni shunchaki yotqizib qo'yishligi. Mana Jorjinyo ketdi. Ko'ryapsizlarmi? Anaqani ichiga ham kirib ketaveradi, farqi yo'q unga. O'yin bo'lsa lekin bunchalik musor o'yin yaratishing to'g'ri emas-da lekin. Ko'tarilish juda ham qiyin. Futbolchilarni sotib olish juda qiyin. Ya'ni futbolchilar narxi juda baland. Bir normalniy paklar ham yo'q. FIFAni lekin bundan ancha yaxshiroq deb bemalol ayta olamiz. Chunki unda har safar yangi sezonlar, yangi paklar, o'yin yanada qiziqroq bo'lib boradi. O'g'li, mana o'sha transfer market juda ham bir musor futbolchilar mana shunday qimmat narxlarda. Mana bu Dildagi eng arzon futbolchi 15 tanga. Menga chiqdi, omadni qaranglar. Muammo deganmidim, mana bu haqiqiy muammo. Jorjinyo mani liderimni shunchaki dil solib qo'ydi. Shunisi eng yoqtirmagan tarafim shu. Nimaga unday bilmayman. Mana bu. Masalan, Adam Segov futbolchini taniysizlarmi? Mana shu klassik playerlardan qiynalib o'ynaysan, yoshlardan olasizlar buni. Adams. Taniysizlarmi? Tanishing. Mana buni vashi ismini ham o'qish qiyin, buni hech kim tanimasa ham kerak. Mana buni. Kimdir taniydimi? Yo'q. Manimcha buni taniydi lekin. Ha, to'g'ri, hammam taniydi buni. Lekin pas kartochkada, masalan, bu loyiq emasda bunaqangi. Bunaqada va mana yana bitta kamchiliklardan biri bu. Hozir stadionga kiramiz. Mana bu haqiqiy kamchiliklardan biri. Vash Detski. Qanaqa o'zgartirardi? Tribuna emas, qanaqa. Stadionni qanaqasiga o'zgartirar edi? Короче, qanaqasiga o'zgartirar edi? Mana legendarniy. Mana qaranglar. Shu qadar Detskiki. Bu nima bu? Nima bu? Grafika ko'zda uradigan grafika. Musor dolosi. Shu taraf musor. Va mana sizlarga o'sha aytayotganim ham. Formani qaranglar, formani. Logoni qaranglar. Qanaqa logolar bor? Qaranglar. Sal o'qlashtirsakchi. 20 ta olmas ham. 20 ta. Tangiga ardoq sotib oladigan yo'q ekan. Salgin qiyshaytirib qo'ygan. Shu juda qimmatroq, lekin shuni 50 tanga sotib oldim. Mana narsa deyapti. Bari o'sha pulni chiqarib oldim. Ya'ni eng katta ming sarf mana. Nima bu? Nima bu? Qanaqangi? Naqalar? Bir qaragim keladi. Real Madrid emblemasiga qara. PSJnikini qara. Qaranglar, voy. Shu qadar musol. Liverpoolnikini qaranglar. Preston Famalicão, Atletico Madridnikini qaranglar. Sevillanikini qaranglar. Inter Milan, Empoli, Villarreal, Manchester United qaranglar. Barselonani ko'ryapsizlarmi? Mana Milanniki ishoninglar shu qadar musor qilib ishlagan bo'lsa-da, xafa bo'lardim, bo'lmaydi, menga farqi yo'q. Demak, shu joyda video tugatishga majburmiz, chunki biz hamma kamchiliklarni sanab o'tdik. Video yoqsa degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men yana shunaqangi qiziq videolar chiqarishim uchun.
obuna va like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz sizdan hech narsa ketmaydi, lekin o'sha menga juda ham katta motivatsiya beradi. Bo'pti, hammangizga xayr, sog' bo'linglar.